Bugun sizlarga bor yo'g'i yarim soatda 3 xil taom tayyorlashni o'rgataman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa hoziroq saqlab oling. Evren brendining sifatli qozon va tavalarini gazga qo'yamiz va qozonga suv, tavaga esa yog' solamiz. Bu orada mazali ansor tushonkalarini ochib, skоворodkada yog' ustiga solamiz. Tushonkalarimiz birozgina erib o'ziga kelgandan keyin katta-katta qilib to'g'ralgan 3 dona piyozimizni ustidan solamiz va past olovda 15 daqiqaga dimlaymiz. Bu orada suvimiz ham qaynab chiqdi. Suvimizdagi Mona firmasining aynan shunaqangi damashniy chuchvaralaridan solamiz. Tuz, yog' hamda rolton peripravasidan solib, qaynatib pishiramiz. Sizlarga to'g'risini aytaman, bunaqangi mazali chuchvarani uncha-muncha firmadan topa olmaysizlar. Xuddi damashniy o'zingizlar tukkandek, ichidagi qiymalari ham shunaqangi mazali. Bu jonim retseptlarida tayyorlanganligi shundoqqina bilinib turadi. Endi esa tayyor bo'lgan taomlarimizni suzamiz. Bittada ham qaynananglarga, ham xo'jayininglarga, ham farzandlaringlarga yoqadigan shunaqangi 3 xil taomni sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammani qo'ynini birdek olib, shunaqangi mazali taomni tayyorlab berganinglar uchun duolarni tagida qolishinglar aniq. Videoni taom tayyorlashga erinadigan do'stinglarga tezda jo'natib qo'yinglar.